Assalomu alaykum. Bava 54-57 kanal kuzatuvchilari. Xo'p, 3 dona bo'g'oz molimiz bor. Inshaalloh sotuvga qo'ymoqchimiz shuni. Kimga nasib qilgan bo'lsa, yo'lda qilib beramiz. Hammasi bo'g'oz tug'adi inshaalloh. 6 oylikdan. Xo'p, birinchisi o'zimizda xonaki mollar. Suyaklari kelishgan, yeb ichishlari sog'ligiga garantiya beramiz. Pastda nomer qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol bog'lanishlari mumkin. Molimiz o'zimiz qo'l bilan boqilgan mol mana. Yillari ham qo'zg'ab qo'ygan. Sog'liklari joyida. Birinchisi. Mana ikkinchisi. 4 kurakdan bor. Mana kattasi 6 kurak. Mana bunisi 4 kurak. 3 tasini bitta olgan odamga chiroyli qilib yo'lda qilib beramiz. 30 milliondan ozgina hadan xayri bor. Yillar oppoq bunisini. Bo'g'oz 6 oylik. Mana bunisi 7 oylik. 7 oylikdan o'tgan daji. 1,5 oy ichida tug'adi inshaalloh. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol bog'lanishlari mumkin. Sog'liklari, yeb ichishlari joyida mana. Suyaklari ham kelishgan.